Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Akalar, biz keyingi video syomkalarimizda Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida Shakir akamizni xonadonlaridamiz akalar. Shakirjon akamga xudo xolasa kecha akalar, kechqurun mana qo'ziladi, sultonlardan kelgan ekan. Shularni birin-ketini ko'rsatib, barcha ma'lumotni berib o'tamiz akalar. Qo'ylar shunday kelgan akalar, pardozi ham qilinmagan qo'ylar. Mash turish uchun endi chiqaryapti akalar. Mana o'zlaringiz ko'rib ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa ikki partiya qo'yimiz bormi Shakir aka? Ikki partiya qo'yimiz bor akalar. Ozgina videoni cho'zmasdan tez ma'lumotni berib o'tishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib turasizlar akalar. Bo'lmasam biz videolarimizni boshladik. Bugun haftaning chorshanba kuni 8-aprel, seshanba ekan akalar. 8-aprel 2025-yil akalar. Jonivorlar. Quloqlar butun ekan hammasini? Hammasini quloqlari butun ekan, mana dumbalari. Sifati zo'r ekan. Charchadi bor edi. Ular dinamadim. Keldilar haliga. Junturni tiyib, maqlab, dam olsin dedim-da. Ortiqchalik qilmadim, dam berdim xolos. Agar qaysi obunachimizga nasib qiladigan bo'lsa, olib borgandan keyin bitta junini olib, xudo xohlasa 2 oy qurbonlikkacha vaqadigan bo'lsa, xudo xohlasa 5 milliondan o'tadi qo'ylar. Xudo xohlasa. Agar sotamiz deb, baqaman desa ham junini olib, hali qilsa bo'ladi. Juda o'smagan kuni. Prosta endi. Shakirjon aka, bu soni nechta bu yerda? Bu 10 dona. Soni 10 dona. Bir pach kelganda, hammasi qo'chqor. Bitta obunachimiz, xohlasangiz ikkita obunachimiz. Hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor. Hammasi pichma-pichmasi yo'q ichida? Pichmasi yo'q, xudo xohlasa, hammasi haliga. Yuzini qarang aka, juda boshqacha ekan jonivor. Bular butun. Shakir aka, bular bo'ylari nechaga beramiz endi? Bo'ylarini o'lchaylik. Metr bo'lsa o'lchab ko'rsatgan yaxshi. Obunachilarimiz endi ko'rishsa yaxshi bo'ladi. Metr bo'lsa. Metr bor. Bo'lyapti, bittani o'lchab ko'rsataylik. Unsan. Qani, shunday qo'yingchi. To'planib turibdi qo'zlar mana. Issiqdan uncha yurolmaydi ham qo'y. Kecha issiqdaligi bo'lgani uchun gapimdan akalar, o'zlaring ko'rishlaring mumkin. 74 chiqyapti. Junim bilan 70 plyusga olinaveradi. Ha. 70 plyus mana. Mana shu qo'yda o'lchadi akalar, qog'ozlarni o'zlaring ko'rib o'laverasizlar mana. Mana bitta bor ekan. Bitta kichkinalari bor, 60'lari. Quyug'i, suyug'i. Mashina bo'yicha qo'ydik. Jonivor. 65 ekan, Shakir aka. 60. 70 chiqyapti endi. Junini hisobga olmasak, 65 to'g'raylik. Borganda o'lchashsa bitta xursand bo'lib qolishadi. Bitta bor ekan. Gap yo'q, akalar. Lekin toza qo'y. Yeb ichishlari zo'r. Bir hafta garantiya ham berasiz. Yeb ichishlari yaxshi ekan. Prosta Bitta yuruzgacha shaqqa yuruz ko'raylik. Jonivorlar. To'planib o'lyapti. Issiqda. Issiqqa to'planib o'lyapti. kecha Ilmirat qo'ylar bor-ku. Charchab qoladi, kiymadim. Faqat yotib qolamiz. Yeb ichib yotdi. Qilmadim. Pardozini berib, Junni oldirib o'tirmabdilar akalar mana. o'tirmadim. Bo'ldi, Shakir aka, bularni dastlabkani qayergacha qilib beramiz aka? Dastlabkasini vodiy bo'ylab beramiz Toshkentgacha. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha qilib beriladi, xudo xolasa u yog'iga kelishilgan holda. Qo'ylarni suyagi bu katta qo'ylar ekan, katta bo'ladi masalan. Hali ichida dachkana qo'y yo'q. Xudo xolasa. Hammasini shu qisqatga, nimaga baqsa bo'laveradigan qo'ylar. Shakir aka, bularni endi nech pul deymiz narxini aka? Nechta obunachimiz beradi? Ha? Nechta obunachimiz? Bitta obunachimiz. Endi hammasini optimga aytyapsiz-da, endi tanlab olishga bo'lsa, endi kelishilgan holda o'zingiz biraz endi to'g'ri ichida kattasi bor, kichkinasi bor. Hozir 10 ta, misol uchun pripetga chiqaribsiz. Shu 10 taga bitta narxingizni ayting o'zingiz. Bo'ladigan qilib, qochirmasdan obunachilarimizga yengil-yengil qilib bersangiz, xudo xolasa boq duo qilishadi. Oldiga qoch. Ha. Aha. Masalan, tez egasiga beraylik, ha buni. Xudo xolasa. Hech jonivorlar. Nech pul qilib berasiz qani? 100 dan dastlab ketaveradi. Toshkentga. 3 million 100 dan. O'tadigan joy qanchadan Shakir aka? Bo'ladigan qilib ayting chiqani. Torishmaydigan qilib, torishib o'tirmaychi. Siz bo'ladigan qilib aytishingiz. Endi men o'ylab turadimki 3 millionga o'tib berammikinlar deb turdim Shakir aka. To'g'risida. Qo'lib tashlab. Qani? Bismillah. Sizga emas, meniga emas, obunachilaringizga bo'lsin. Gapiring, danga. 29 emas. 29 dan. Ketdi? Ketdi. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, mana 2 million 900 ming akalar.
Qo'ylarga bitta baho beramiz endi jonivorlarga. Qo'ylar bo'lsa issiqda turadi. Parodasi yaxshi qo'ylar aka mana o'zidan ko'rishlari mumkin jinlaridan bittasi ketdi ana jonivor. O'ta Qo'ylar kiyimli. bor-ku. Qo'ylar. Issiqda turibdi-da. Ishlaysiz. Charchoq yo'l chiqqani yo'q. Gap yo'q. Ortiqcha bularga o'zi ushbu adam bor, undatmaram. Bitta ham kuylar ko'rsataveraman. Ortiqchaligi. Mashina mashina. Haligi qiladigan emas. Bitta Mashinadan chiqaring. Jonivor. Juda boshqacha. Junini qiyib, haligi qarqoq berib ortiqchalik qiladigan emas. Shakir aka. Baqaman degan odam hatto junini oldirib olsa, qo'y, yaltirab chiqaveradi. Xudo xolasa. Ular kilemay tezak egasi kerakli. Ma'lumot qilib aytib ketaylik deb xolos. Bo'ldi, gap. Shakir aka endi videoni cho'zmaylik, keyingilarga navbat bersak-a? Endi keyingilarga navbat. Hurmatli obunachilar, mana keyingi partiyaga ona bolalardan so'ragan obunachilarimiz uchun akalar mana. Ko'p obunachilarimiz shu telefon qilib ham ona bolalardan bormi deb ko'p so'rayotdi akalar. Chunki hozir ko'p qo'ylar boladan ajrab ketgan, onasi voy qo'yib ketgan. Bularni ham akalar ona bola olib turib, bolasini 1 oy yoki 1,5 oy vaqt turib, bolasini sotib turib, onasini yemlab yuborsalargan akalar, uchta onasi pashti sizlarga bekorga qo'yib ketadi. Agar desam bo'laveradi. Nima qilsa ham bo'laveradi. Inalari hali qochmagan. Qochib bola olaman desa ham bo'ladi. Turbalikgacha yemlab beraman desa ham bo'laveradi. Xudo xolasa. Bolasini olib qoladi. Xohlasa qochirib bola olish mumkin, xohlasa yemlab nima qilish. Bular ham Shakir aka o'zingizni boqib turgan sovliqlaring so'raymi? Bular uyda qo'ylar. Mana qo'ydi qarang aka, sovliq dumbacha beradi jonivor. Yetib bor hammasi. Bular shu juni olingan. O ash ikkosi nima bola, nima ash ikkosi. Mashakalasi ina bola. Bularchi? Bu ham ina bola. Ha, bu ham ina bola, bu ham ina bola akalar. Buchi? Bu bilan mana kashtan ina bola. Mana kashtan ina bola, bu ikkalasi. Yaliga yetim. Bu ikkalasi yetim. Ha, ajragan-a? Ajragan. Shularning inasi yo'q. Ammo bolalar aytib Paketarimichi? hammasini bolasi so'liq. Ha, hammasini bolasi so'liq. Bitta qo'shqor bor, ana qo'zcha yetim. Bunisi ajragani. Ularni telefon qilib kelishtirib beraveraman, addenni qilib. Xolasi optimal ishsin. Gap yo'q. Shakir aka, bular yoshlari qanaqa onalarini? Onalar yosh katta, 6 tish. 6 tishdan-a? 6 tishdan. 3-bolar ekan-da. Ha, shunaqa. Demak, akalar bolalardan ajrasib turib, onalarini 1 oy, 2 oy boqib bersalar, qurbonlikdan tayyor qilib bersa bo'lar ekan. Chunki onalar og'riq qo'ymas ekan, e'tibor qo'ylar. Ammo Ilmurat bu qo'ylar bor. Xudoga shukr, yeydiki, bersa yeydi. Hammasi dangal gapda. Gap yo'q. Ekoyda qo'ydi egasi ham tanimay qoladi. Mana akalar, qo'ylar ancha badani bor. To'g'riladi. Shakir aka, bu endi buni bolalar necha oylik ikkita yetimmi deyapsiz, ajragani? Ha. Asha necha oylik? Ay, bolalar necha oylik? Hammasini bolasini yoshligini aytib qo'ygan. Hammasi. Ha, 1,5 oy, 2 oylik. Ichida bir dona ashinasi qo'chqora? Bir dona holi. Ha, narigisi kashtanasi qo'chqora ekanlar. Qolgani sovuq. Qolgani sovuq, qolgani sovuq. Gap. Lekin ularga barcha siymi saqlasaligi. Dumbalasi bor ekan bu. Gap. Shakir aka, bularni nech puldan deymiz? 4 tish deyish kerak. Yerinda qaranglar akalar. Katta lekin jonivor. Ikkita bolani ham xotirjam boqib qo'yadi. Ha, xohlashsa yemga boqishsa olib, bolasini olib qolib, xohlashsa haligi qilishsa. Bo'ladi, ha? Keyingi safar nima qilishsa? Gap yo'q. Bu haligi shu. Yashang. Hatto yeydi, Ilmurat. To'g'risi. Mana akalar qorinni ham ko'rishlari mumkin, yeb Ammo ichishi. hali bolasini ajratmagan. Xohlasa ajratib olishlari mumkin. Mana yeng turibdi o'zi. Ha, hali ajratmagan. Gap yo'q. Shakir aka, nech pul deymiz bularni endi ona bolalar? Ona bolalarni Ona bolalar, ha. bir joyga hammasini olishadigan bo'lsa, mana ikkitani qo'shib olishadigan bo'lsa, Ilmurat 20 million berish mumkin. 20 million. Mana shu yerdagi hamma qo'yga 20 million, ha? Hammasi. O soni nechta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta qo'yga 20 million, ha? Bitta qo'chqorga. Gap yo'q. Akalar, mana kimni hisobi chiqsa, bemalol hisob-kitob qilib telefon qilsalaring, xayriyam bor, ha, kelishilgan holda, Shakir aka. Xayrli qilib beramiz. Shakir aka bunday aytdi, misol uchun 3 ta ona bolani olaman desa, nech puldan qilib berasiz? 3 ta ona bolani olaman desa ham uka, kelishtirib beraveradi. Nech puldan? Qani aytingchi. Gapiring mana. Bo'ladigan qilib yo'lda qilib bersangiz, misol uchun klient bo'lib qolishadi-da, Shakir aka. Har safar sizdan misol uchun qo'yib kerak, sizga telefon qilib turishadi. Misol uchun dehqonchilik ekan bu ham. Xudo xolasa yo'lda qilib bersangiz yaxshi bo'ladi. Nech pul Shakir aka, gapiring. 16 million. Olma demang. Siz kelishtiring.
Hech kim 5 milliondan deysiz deb turdim Shakir aka. Yo, tushundim. Uka bu qo'ylar bor, hozir katta deyish mumkin. Yetkazmaydi da buni oyoqlar. To'g'ri, yem hashar, yemlar narsa bor. Ikki qurbonlikka tayyorda bu. Xo'p, Shakir aka, hech 5 milliondan deng. Mana dehqonchilik ekan-ku. Obunachilar boqib maza qilishsin. Keyin qo'lni bering mana. 5 milliondan telefon qilib sayirga o'tib berasizmi? Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, mana ona bolalarga 5 milliondan akalar telefon qilsalaring hayriga o'tib beradilar. O'zlarini boyotgan qo'ylari, dehqonchilik. Olaman desa ham ha deng. Masalan, o'ylash mumkin 20 million dedim, ikkisini 15 million dedim, uni ikkisi 5 million qo'yib 5 million. Olaman desa buni ham hayrasilik. Ashum shuncha ekilasini? Ekilasini. Eddinni qani? Mana bittasi qo'chqori. Ana bu qo'chqor. Bitta o'shanchini ham polvon. Nari bitta ajratib ko'rsatib qo'yaylikchi. O'zi ajrab turgan o'sha bo'lmaydimi? Shu bo'lmaydimi jonivor? Gapi bor. Bunisi qo'chqori, bunisi. Qo'chqor. Mana kelar kashtan qo'y jonivor. Qashda. Bular qulog'i bitta. Bu qo'yarim, shu qo'yarim unda. Qaysi biri edi? Ana bu shu yerda. Jonivor. Mana kelar ikkinchisi. Ikkalasi nech pulni Shakir aka? Qo'y, bo'yinda shu, bo'yinida. Qo'yavering, bo'ldi, mana ikkalasi. Ikkalasi nech pul? Ikkalasi 5 milliondan hayron qilib Ikkalasi 5 milliondan hayri bor. Bular bor hozir. Kichkina, o'ta kichkina obo deyish mumkin. Va bu istagan tuyoq, sog'lom qo'y. Telefon qilish olsa, Telefon qilsa o'tib berasiz, gap yo'q. Akalar, qo'ylar qimmat qo'ygan. xudo xolasa telefon aloqa chiqarasizlar. Video syomkalarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketdi.